Darajada bu degani 1000 so'mdagi xonadonlar subsidiyasi, bu degani 70 million 80 million orasida agar elektr energiyaga sarfi kamroq bo'lsa, shu orasida daromad olish. Tizimga afzalliklari nimada? Kimlarga tavsiya berasiz? Taxminan o'rtacha 6 million 7 million atrofida chiqadi. Bir oyda 300 ming so'mlik elektr energiya sarf qilayotgan bo'lsangiz, 20 kilovatlik svet o'chgan paytda nima qiladi? Ya'ni to'p bilan ta'minlab yetkazib beradi. Hozirgi paytda mana shu Rahmatulloh quyosh panel stansiyasi hammasi bu 15 kilovatlik quyosh panel stansiyasi. Bizga tushuntirib o'ting. Milliardlarimiz Qanaqasini stansiya qo'yadigan bo'lsangiz 3 million 4 millionga so'rab daromad ko'rishingiz mumkin. Assalomu alaykum, Solar Pro kompaniyasi kuzatuvchilari. Bugun biz Oybekjon akamiz bilan navbatdagi obyektimizni ko'rib, tekshirib, YouTube'dagi obunachilarimizga ko'rsatish uchun keldik. Xudo xolasa, Oybekjon aka bugun qayerdamiz va nima tushuntirib o'tasiz? Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz Quvasoy shahridamiz. Quvasoy shahrining asosiy jome masjidida 15 kilovatlik quyosh panel stansiyalarini o'rnatib berganmiz. Hozir shuni bir qator monitoring qilib, sizlarga obzor qilib, ichkaridan yaqinroq ko'rsatib beramiz. Oybekjon aka, bu masjidimizga necha kilovatli quyosh panel qo'yib bergansiz? 15 kilovatlik quyosh panel qo'yib berganmiz. Eng yaxshi sistemada qo'yib berganmiz. Gibrid sistemada, ya'ni litiy akkumulyatorlar bilan birga qo'yib berganmiz. Hozir kunda ishlab kelyapti, ya'ni освещениyaga chirog'i yetadigan darajada qilib sontka qilib berganmiz. Zo'r gap bo'lishi mumkin. Juda ichkaridan bu qadar yana o'zini yetkilovli. Qani? Xo'p, Oybekjon aka, mana gibrid tizim deyapsiz. Bu gibrid tizimga afzalliklari nimada? Kimlarga tavsiya berasiz? Qanaqa holatlarda tavsiya etasiz? Shu bo'yicha ham kuzatuvchilarimizga bir aytib o'tsangiz, bir foydali, manfaatli bo'lar edi. Gibrid tizimini foydali taraflari ko'p. Svet o'chgan paytda nima qiladi? Ya'ni to'p bilan ta'minlab yetkazib beradi. Hozirgi paytda mana shu Rahmatulloh quyosh panel stansiyasi hammasi bu 15 kilovatlik quyosh panel stansiyasi. Bizga tushuntirib o'ting. Milliardlarimiz Qanaqasini qo'ygansiz? Bular nima o'zi? bu Solar kompaniyaniki, Solar kompaniyaniki 5 yil garantiyasi ta'kidlangan. Lekin bu holatda hozir biz stansiyani o'zini litiy akkumulyatorlar bilan birga qo'yib berganmiz. Ikkalasi birgalikda o'rnatiladigan bo'lsa, ofitsialni 10 yil garantiyasi. 10 yil garantiya beradi. Uncha kompaniya 10 yil garantiya bermaydi. Hozirgi kunda 1 yil, 2 yil, 3 yil berilyapti. Ba'zi ayrim kompaniyalar 5 yil beryapti, lekin bu komplekt o'rnatilishini hisobiga litiy akkumulyatorlar bilan litiy-ion akkumulyatorlar bilan Odatda ikkita qo'yganmiz, doimiy ikkita qo'yiladi. yo'q, bitta qo'ysa ham bo'ladi, lekin talab qo'ygan bizga ko'proq yo'nkisi, ya'ni akkumulyator ko'proq. Necha kilovatdan bo'ladi? Hozir 508 dan bo'lsa 11.6 kilovat, salkam 12 kilovatlik, ya'ni litiy akkumulyator yo'nkisi bor, zaxiraga ega. Hozir birinchi o'rinda mana quyosh panelidan energiyani birinchi o'rinda akkumulyatorga yig'adi. Keyin ortiqcha elektr energiyani o'ziga sarflaydi. Hozir e'tibor beryapman, batarya degan akkumulyator 9%. 99% to'lgan. To'lgan holatda yana bizlar oylarda sotish boshladi. Ortiqcha elektr energiyani o'zidan ortganini mana dedik mana. Ya'ni yoritishlar освещениyadan ortgan qismini davlatga sotadi. Endi bu masjidda ichki chiroqlari shu narsaga yetyaptimi? Hozir kunda o'sha paytda sinov qilib ko'rganmiz. To'xta qandillari bor. Bittasi 2 kilovatdan oladigan qattiq qandillari bor. Shularga endi biz sinab ko'rganmiz. Chiroqlar yetadi. Hozirgi kunda ham muammo bo'lib chaqirsa biz servisga kelib xizmatlar ko'rsatib turamiz. Xo'p, buni distansionni o'zimizdan kuzatib turamiz. Masofaga kompyuterimiz o'zimizni ofisda kompyuterimiz ulangan, mana Wi-Fi moduli bor. Wi-Fi qani hozir bu qanaqadir bir telefonga ulash kerak yoki o'zini avtomatik Wi-Fi dan
Jo'natishlar qanaqa bo'ladi? Yo'q, bu yerda mana matchda o'zining Wi-Fi bor. Wi-Fi modul orqali bu o'zining Wi-Fi bor. Ikkalasi tarqatadi. Shu tarqatgan ma'lumotni bizning kompyuterga jo'natadi. Yoki telefonga jo'natadi. Buni ko'rsatish orqali siz bemalol mana QR kod skaner qilish orqali o'zingizni songa bosib bo'ladi yoki bo'lmasam bizning kompyuterda nazorat qilib qanday ishlayapti, nimalarni kuzatib bo'ladi. Mana bundan tashqari zashtalarni ham ko'rib o'taman. O'zini DC avtomatlari qo'yilgan, disklar qo'yilgan, mana chaqmoqqa qarshi narsalar qo'yilgan, hamda предохранительlar avtomatlar qo'yilgan. Hammasi dazinini qilib qo'yganmiz. Bu har biri bu Tayvanga kiruvchi Solix kompaniyasiniki, Triple degan Power degan bitta kompaniyaniki. Jami yuqorida aytib o'tgandek 10 yil garantiya beriladi. Ikkalasini birga o'rnatgan taqdirda. Agar alohida o'rnatsangiz 5 yil. 5 yil garantiya. Buni alohida o'rnatsangiz 5 yildan garantiya olasiz. Shu sababli biz ikkalasini jamlab turib, 10 yil garantiya berib, shuni o'rnatib beryapmiz. Yana bitta narsa savol bo'ladi, ko'pchilik savol bo'lyapti. Gibrid stansiya bilan on-grid stansiyasi, off-grid stansiyasi nima farqi bor deydigan mijozlarimiz ham bor, ya'ni shunchaga ega bo'lmagan. Shularga tushuntirib o'tamiz, gibrid stansiyani shunday qulayligi borki, gibrid o'zining nomi bilan, hani davlat toki bo'lmaganda ham, toki bo'lsa ham ishlayveradi. Ya'ni agar davlatning toki uzilib qolsa, elektr energiya yo'q paytda akkumulyatorlar yiqqan zaxirasi orqali yetkazib beradi. Yetkazib berib, elektr bilan ta'minlaydi ma'lum bir paytgacha. Bu ham sizni ya'ni binoni nagozkasiga qarab, misol 3 soat, 4 soat, 5 soat ta'minlab berib turadi. Gacha ta'minlab berib turadi. Agar nagozkangiz kamroq bo'lsa, balki 10 soatgacha yetkazib beradi. Bu ya'ni sizni qancha tejamkorlik bilan ishlashingizni bog'liq energiya. Ana endi on-grid ishlar. On-grid shunday bo'ladi, lekin akkumulyatorlar bo'lmaydi. Inverter ham on-grid bo'ladi. Gibrid inverter bo'lmaydi. Faqat on-grid bularga akkumulyator ulab bo'lmaydi. Akkumulyator ulab bo'lmaydi. Bemalol akkumulyatorsiz foydalaniladi. Faqat bunda tarmoq bilan birlashadi. Tarmoqda agar elektr energiya yo'q bo'lsa, inverter ishlamaydi. Qarang, bu yerda hozir gibrid rejimku. Ham akkumulyatorga yig'yapti, ortiqchasini sotyapti, borini energiyani saqlayapti. Svet o'chgan paytda misol uchun bu tok yo'q-ku misol. O'zi piyodalarni men shunaqa qilmoqchimisiz? Yo'q, hozir svet o'chgan paytda bu gibrid inverterlarda akkumulyatorni olib yoqib berib turasiz. Oddiy on-grid inverterlarda bo'lsa unaqa holat bo'lmaydi. On-gridda akkumulyator bo'lmaydi. On-gridda svet bo'lsa o'chadi, ishlamay qoladi. Endi on-gridda asosiy maqsadi nima? Qo'yishdan asosiy maqsad aholini obunachilarni bilib qo'ysa bo'ladi. On-gridda qo'yishdan asosiy maqsadimiz bu elektr energiyani tejash. Elektr energiyani tejash hisoblanadi. Ya'ni siz bir oyda misolga 3 million agar rasxod qilayotgan bo'lsangiz, so'mga chaqirganida, ya'ni siz on-grid sistemani qo'ysangiz, balki 1 million tejarsiz, 2 million tejarsiz. Katta kichik qo'yishingizga qarab turib, tejaysiz, 3 million tejarsiz balki. Chunki on-gridda faqat pulni tejash maqsadida qo'yiladi. Daromad qilishgan narsa. Daromad qilishga, ya'ni misolda siz teskarisi bo'lishi mumkin. Siz bir oyda 300 ming so'm deylik elektr energiya sarf qilayotgan bo'lsangiz, agar deylik mana 20 kilovatlik stansiya qo'yadigan bo'lsangiz, 3 million, 4 millionga so'rab daromad ko'rishingiz mumkin. Uyda o'tirgan holatda. Uyda o'tirgan holatda nimani stansiyani o'rnatib daromad ko'rishingiz mumkin, ya'ni passiv daromad hisoblanadi. Endi shuni passivda aktiv daromad qilayotganlar ham bor. Hozir ruxsat berilgan qonun doirasida har bitta xonadonga 50 kilovatgacha ruxsat berilgan. 50 kilovat degani endi qancha tok chiqaraveradi va qancha pul ishlashingiz mumkin maksimal darajada? Maksimal darajada bu degani 1000 so'mdagi xonadonlar subsidiya olsa, bu degani 70 million, 80 million orasida agar elektr energiyaga sarfi kamroq bo'lsa, shu orasida daromad olish mumkin. Bir oyda, bir yilda. Oyiga qancha bo'lishi mumkin? Oyiga endi taxminan o'rtacha 6 million, 7 million atrofida chiqarib turadi. 6 million, 7 million
7 million bu yaxshi. Hozirgi kunda daromad yaxshi. Yozda yana ko'payadi. Yozda so'ra 9 million, 10 milliongacha borishi mumkin. Lekin qishda kamayishi mumkin. Bahor kunda kamayishi mumkin. Qish kunlarida misol uchun quyosh chiqmaydigan paytda qanaqa bo'ladi? Qanaqa bo'ladi? Quyosh chiqmaydigan paytda bu o'zidan 10%, 15% effektiga tushadi. Ya'ni deylik, ko'pchilikda qishda ham quyosh bo'ladi. Lekin quyosh e'tibordagigan bo'lsalar pastroqda o'tadi. Ya'ni quyoshli kun vaqti kam bo'ladi. Shu sababli elektr energiyani chiqarib berish quvvati kamayadi. Endi boshqa savol bor. Boshqa savol bo'ladi. Mijozlarda qishda ham, yozda ham, bahorda ham bulutli havo bo'ladi, yomg'irli havo bo'ladi, qorli havo bo'ladi misolga. Unda elektr energiya qoladi, lekin effekti 10% gacha, 15% gacha kamayib qoladi. Kamayadi. Shu sababli elektr energiya kamroq miqdorda chiqaradi, lekin umumiy miqdorda, umumiy qiyosda aytib o'tadigan bo'lsak, bu demak mana 30 kilovat agar uyga o'rnatadigan bo'lsangiz, siz 45-50 ming atrofida bir yilda kilovat shu stansiya ishlab chiqarishi mumkin. Boz 15 kilovatli stansiya, 30 kilovatli stansiya shu me'yor miqdorda chiqarib beraman. Elektr chiqarib beradi. O'zi e'tibor bersak, O'zbekiston yaxshi zo'r mintaqada bir lokatsiya joylashgan deymiz-da. Quyoshli o'lka, ya'ni 365 kun bo'lsa-da, 360 kun davomida quyoshli. 60 kun bulutli bo'lishini hisob qilgan holatda shu kunlar ham quyoshdan bemalol energiya olsa bo'ladi. Yana bitta narsani e'tiborga olib qo'yishimiz kerak, mijozlarimizga ham tushunarli bo'lishi uchun har bitta hududda o'zini quyoshda nuri tushadigan kvadraturasi bor. Ya'ni quyosh nuri tushish koeffitsiyenti bor. Vodiyda Andijon, Namangan, Farg'onada sal kamroq, Toshkent zonalarida ko'proq, buyog'iga Voha tarafga, Qoraqalpog'iston, Xorazmlarda ko'proq. Albatta, nuri 10%, 20% gacha farq qiladi. Bizda misol deylik, bir yilda deylik 30 kilovatlik stansiya 45 million, 40 million daromad ko'rsa, Xorazmda yoki Qoraqalpog'istonda yoki Surxondaryo vohaslarda 10%, 15% effekt ko'proq bo'ladi. Ularda ko'proq oladi, chunki quyosh nuri ko'proq tushadi. Shuni e'tiborga olib qo'yish kerak. Yangi o'zimiz uchun albatta bunaqa savollar ko'pchilikda bo'ladi. Shu sababli ma'lumot uchun shu o'rinda aytib o'tdim. Xo'p, hurmatli do'stlar, iloji bo'lsa izohlarda qanaqa savollar ham bo'lsa pastga yozib qoldiring. Sahifamizga obuna bo'lgan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishni tavsiya qilamiz va kanalimizda Oybek aka tomonidan berib borilayotgan informatsiya, quyosh panellar nimalarga e'tibor berish kerak, qanaqa invertorlarda qo'yish kerak, tanlovda xato qilib qo'ymaslik uchun qanaqa tavsiyalarni bilish kerak. Bu bo'yicha ma'lumotlarni doimiy tarzda berib borishyapti. Yaqinda yangiliklar qilish harakatda xudo xolasak, aksiya chegirma bir imkoniyatlarni mijozlarga qilib berishimiz mumkin deb xolasa. Kuzatib borsangiz, nasib bo'lsa, bunday yangilikni berib boramiz. Kuzatib boringlar, yangiliklarni sizlar bilan ulashib boramiz. Nomerlarimiz quyidagi raqamlarga bemalol telefon qilib, murojaat qilib, qo'shimcha ma'lumot olishlaringiz mumkin. Albatta, podpiska bo'lmagan bo'lsa ham podpiska bo'lib qo'yinglar. Yangiliklar albatta bizda. E'tiborga salomat bo'ling, ko'rishguncha.